aka qanisi? Ruxsat berishsa kelavringlar. Rahmat. Hammaga salom, Elmurod Fayziyev kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun O'zbekistonda juda katta muammoga aylangan 5000 so'mlik kolbasa haqida har xil videolarni bitta joyga to'plab sizlarga qo'yib bermoqchiman va albatta videodan keyin o'zingizni xulosangizni chiqarasiz, ya'ni o'sha 5000 so'mlik kolbasa haqida va kommentariya yozgingiz kelsa, bemalol kommentariyamiz ochiq, kommentariya yozib qoldirishingiz mumkin. Shu videoni qo'yishdan oldin o'zimni ham fikrimni aytib o'tmoqchiman. 5000 so'mlik kolbasani siz sotmagan bo'lardingiz, ya'ni men sotmagan bo'lardim. Haqiqatan ko'chada ketyapman, yo bozor yonidan o'tayotgan paytim 5000 so'mdan kolbasa sotib tursa, men olmagan bo'lardim, e'tibor ham bermagan bo'lardim. Lekin odamlar e'tibor berib, ya'ni olomon to'planib, janjal to'palon qilishyapti shu 5000 so'mlik kolbasa uchun. Yana aytib o'taman, kommentariyamiz ochiq, bemalol o'zingizni fikringizni bildirib o'tishingiz mumkin. Videoni boshladik unda. Mabodo bilmasanglar mana bunaqa narsa edi. 5000 so'mdan sotiladigan kolbasa mahsulotimiz bugundan savdoga chiqadi. Xalqning reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Bizani o'ylayapti, 5000 dan kolbasa beryapti, zo'r, qahramon. Aka ham tushundilar buni. Klientim yetarli. Yana bitta ozgina shov-shuv bo'lish uchun Yangiyo'ldan joy ochyapman. Yangiyo'ldagi joyimni yana ham tezroq yurib ketishiga maqsad qilib 5000 dan sotyapman. Keyin amaldorlar uni davlat tomonidan yopildi xullas o'sha joy. Xalq reaksiyasi ham ana xalq o'ylaganda yopfordinglar, shuni bo'ldi-da. Uni ham aka tushundilar-da. Keyin yana videoda yana chiqdilar qahramon bo'lib. Bekorga emas bu. Internetda har xil gap so'zlarni qilavermanglar. Eng yaxshi kolbasalarimizdan bittasi. Instagramlari bor-da, okani, tago'y mana jabr deydi qo'ttiradi. Mazasini aytvoringlar, mazasini. Qanaqa 5000 lik kolbasa, qanaqa? Men hayron qolayotganimcha xalq reaksiyasi hech kim aytmayaptiki, yo'ni omma bo'lib aytishmayaptiki, yo baraka topkur. 5000 dan kolbasa bo'lmaydi, nerealniy. Ko'rsat zavodingni, yur, deyish yo'q. Hamma prosta xalq o'ylayapti, 5000 dan sotyapti deb. Men tushundim, biz haligacha o'zimiz immunitetimiz bilan himoya qila olmayapmiz. Tepadan qarab turish kerak ekan. Afsuski shu joyda o'zbekistonliklar o'zini yana yosh boladek ko'rsatdi-da. Ba'zi o'zbekistonliklar yosh boladek borib yopirilib olib 5000 dan olib yotishdi. Nima bu, ertaga kasal bo'lib o'lamanmi, ataraleniya bo'lamanmi, bolamga bermayman buni deyish yo'q, hamma borib olib yotibdi. Tushunaman, narxli qimmat, qiynalyapmiz, tushunaman hammasini. Lekin 5000 dan kolbasa berayotgan joyda любой odam o'ylash kerak. Men shuni o'zim yeymanmi, kasal bo'lsamchi ertaga, ataraleniya bo'lib o'lsamchi deb o'ylaydi-ku. Qanchalik och-nahor yurgan bo'lsa ham demoqchiman-da. Bilmayman, izohlarga yozinglar, nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri, zarariga bu hammaga yetish kerak, hamma o'zini o'ylamasdi. Boshqa odamlar yo'q, unaqa bo'lmaydi. Nima unaqa bo'lmaydi, xolos. Hammaga yetishi uchun ertaga ham bo'ladi, ertaga ham kelinglar. Oyim. Eng yaxshi kolbasalarimizdan bittasi. Nechi pul ekan? 5000 so'mdan kolbasa sotyapti. 1 kilo go'sht 150 ming so'm, laxim go'sht. Unga go'sht qo'shilishi kerak. Kolbasaga go'sht qo'shgan bo'lsa 10 gram qo'shgan deylik, 1,5 ming so'm. Yana 1,5 ming so'm uni texnikasi, mehnat haqi, olib kelib nalogi, sveti, gazi, o'rda odam ishlagan, uni olib kelib bozorga sotyapti. Yana bittasiga 1,5 ming so'm, 3 ming so'm. Yarim kilo desak ham bu kolbasani bittasini yana 490 gram nima qo'shgan bo'lishi mumkin? 2000 so'mlik. O'ylab-ku, uni nimadan qilish mumkin? Bir kerak emas, musordan buni bizga kolbasa tayyorlab berib foyda qilish mumkin. Bir kerak emas, 2000 so'mlik mahsulot qo'shilgan bo'lsa, Qog'oz solsa ham qimmat bo'ladi. qog'oz solsa ham undan qimmat bo'ladi. Men topolmadim u mahsulotni. Imindan men o'ylayapman, tuproq solsa ham o'sha qimmatga tushadi-da o'shandan. Qanaqa qilib 21-asrda bitta tualetga kirsak ham 5000 so'mda o'shani artib ishchisiga o'zi ba'zir yetadi uni puli. Qanday qilib biz buni kolbasa seli bitta obed yoki ujin qiladigan kolbasa 5000 so'm bo'lishi mumkin. Odamlar ko'psa, odamlar yeydigan narsalarni sotinglar, iltimos. To'g'ri ovqatlaninglar, har narsani yemanglar reklamaga qiziqib. Ayamanglar o'zlaringizni. 5000 so'mdan kolbasa sotyapti. 1 kilo go'sht 150 ming. To'ppa-to'g'ri aka, 1 kilo go'sht 150-160 ming so'mdan sotilyapti. Xudo xolasa men yangi joyim yaqin kunlarda ochiladi. 1-2 kun uzog'i. Shu joyda 115 ming so'mdan mol go'shtini sotaman. Xalq uchun. Yana 5 kunlik kolbasaga kelsak, kolbasani o'zimning rizqimdan
arzonlashtirib sotyapman. Bu xursandchilik sifatida buni gapirib o'tganman. Aytdim-ku, hamma eshitdi, farzandli bo'laman xudo xolasa. Yaqin kunlarda, ozgina qoldi. Mana o'rinda boshqa odam bo'lsa, tushkunlikka tushib qoladi. Shuncha negativ, shuncha kanal gruppalarda aylantiryapti-yu, mayli, lekin menga reklama bu, живой. Necha pul? Reklamaga katta pul kerak. Men 5 minglik kolbasa bilan reklama qilyapman, tanlayapman. Aka, sizni hurmat qilardim. 1 yil oldin kuzatardim sizni. O'zida vesidan katta odamlarni motivatsiya berib ozdirardingiz. Keyin ancha o'zgarib qolibsiz. Musibatlarning eng yomoni manmansirashlikdir. Nima demoqchiligim o'zi tushundi shekilli. Men bundan 1 yil, 1,5 yil oldin qo'limda 30 ming dollar pul bilan qarzga kirib, o'z qo'limdagi 30 ming dollar pulni yo'qotib, 40 ming dollar qarz bo'lib qolganman. Hozir Xudoga shukr, bundan 3-4 oy oldin qutulib ketdim. Pashti 1000 dollar qarzim qoldi, uni shundoq bir kunlik foydamni yo'q qo'raman. Nima qilsam bankrot bo'laman, nima qilsam odam Alloh anaqa nima deydi, yo'lingizni ochmasa foydasi yo'q ekan. Nima qilsam ham qarzga kirib ketaman. Yana u kimdan pul olib, masalan, qarzga pul olib bitta kichkina biznes qilasiz, yana bankrotga kirib ketasiz. Shunaqa Alloh yo'limni ochib qo'ydi, Alloh bersa eplolmaysan degan gap bor-ku. Haqiqatdan ham shunaqa. O'zimda bu gapim bilan kimgadir motivatsiya bermoqchi emasman. Hayotimda bo'lgan narsa. 40 ming dollardan 6 oyda qutuldim. Hech qanaqa oborotsiz, hech kimdan oborot olmadim. Bitta dadam o'sha o'zlarini minib yurgan mashinalarini berdi, mendagi mashinani o'zlariga oldi. Bitta o'sha mashinadan sexdan kolbasa olib, sotib, kolbasa boshlashimdan oldin shu meva sotardim. Meva sotib, kuniga ko'chada aylanib, mikrofonim bor, domlarning orasida meva sotardim. 6 million, 7 million kuniga pul ishlardim. Shunday qilib 6 oyda qutuldim. Bu bilan nima demoqchiman? Bitta o'sha sabab. Qarz yomon narsa, juda o'zimdan o'tgan o'zim bilaman, o'sha qarzimdan qutuldim. O'sha bitta sabab. Yana bitta sabab farzandli bo'laman. O'sha xursandchilik. Bu yerda boshqa gap so'z yo'q. Zarari 5 mingdan hayotda kolbasa bo'lmaydi. Iloji yo'q uni tayyorlashni. Siz aytgandek musordan deb ovqatni musor deb gapirasiz-ku. Haqiqatdan ham musordan tayyorlasa ko'tarmaydi. Eshak go'shtidan ham ko'tarmaydi. Shu sizga gapiradigan gapim yo'q. Sizni hurmat qilardim, boshqa sizni kuzatmayman. O'zingizni kimligingizni bildirib qo'ydingiz. Men anaqa gap bor, 48 million shtraf olganman shu yerda ko'chada sotganimda, o'shanda ham bir shov-shuv bo'lib ketdi. Endi bu sizni gapingiz yana ikkitasi aylantirib videolarni, как положено 1-2 kunda tekshiruvchilar keladi. Yana nima demoqchiman? Shu boshqa gapim yo'q, yangi do'konlarni yurgizish kerak. Men o'zimni rizqimdan 5 ming so'mdan kolbasani sotyapman. Boshqa gap so'z yo'q. Rahmat hammaga. Akalar, bu ish qilib 5 ming so'mlik kolbasani o'ylab olyapsizlarmi? Bu musulmon odam xalqimidan o'tayotgan har bitta luqmasiga e'tibor berish kerak. Bu to'g'ri kolbasa go'shtdan tayyorlanmaydi, lekin loviya poyasidan tayyorlansa ham matematikaga to'g'ri kelmayapti. O'zi mana sovet paytida cho'chqali kolbasa yeb qo'yganlar haligacha afsuslanishadi. Sizlar ham ertaga afsuslanib yurmanglar, lekin ateist bir xudoga ishonmaydigan odam ham nima yeb yotganiga qaraydi. Iltimos, shunda e'tibor beringlar. Matematikaga to'g'ri kelmayapti bu narsalar. Keyin rivojlangan davlatlarda olayotgan mahsulotini kuniga qaramaydi, soatiga qarab oladi. Iltimos, u hindlarga o'xshab 7 marta hayotda yashashni sizlar ishonmaysizlar-ku, to'g'rimi? Bu hayotimda nima yesam yeb olay, keyingi hayotimda sog'lom turmush tarzida kechiraman yoki xalqimga e'tibor beraman demaysizlar-ku, to'g'rimi? Shuning uchun iltimos, bu narsalarga ehtiyot bo'linglar, lekin tekshirib ko'ringlar, sal sostavini bilinglar, uni себестоимостini bilinglar, u to'g'ri kelmayapti bu. Assalomu alaykum hammaga. Do'konimiz muhrlandi. Sababi har bitta mahsulotimizdan laboratoriyaga olib ketishdi. Bugun erta hayitdan keyin ishlamas ekan, o'sha ish faoliyat va общий O'zbekiston tashkilotlariga ish boshlanganda laboratoriyadan o'tkazishadi, xat hujjat bilan yo ochilamiz yo ochilmaymiz. Men ishonaman, do'konimiz ochiladi. Endi shuncha harakatni ham inobatga olishadi va mahsulot 5 minglik kolbasa aslida har bittasini bitta olib ketdi. Aslida 5 minglik kolbasaga laboratoriyadan o'tkazishadi. Bitta odam jalva qilmagan, bir 10 mingta odamdan ortiq odamga sotildi u 5 minglik kolbasa. Aytganimdek, u qimmat kolbasa aslida. U 5 minglik, masalan, uni foyda qilaman desam, kamida 3 mingga olishim kerak. Sex o'zidan o'zi 3 ming so'mga bermaydi. U ham foyda qilish kerak. U ham 2 ming foyda qilish kerak. 2 ming foyda qilish kerak bo'lsa, u 1000 so'mga tushishi kerak. 1000 so'mga xolasa xolamasa, u aqlga sig'maydigan narsa. Men shuni aytmoqchimanki, u zarariga sotiladi, qimmatroq kolbasa.
zarariga sotilganda ham masalan uni tan narxini men arzonlashtirmayman, qimmat kolbasa qildirib, shtobi nimaga qimmat kolbasa sal yaqinroq. Nimaga qimmat kolbasa? Uyga masalan mahsulot olib ketgandan keyin, yegandan keyin hayron qolishlik uchun ham yaxshi kolbasa qildiraman. Men mard bo'lib 5000 so'mdan kolbasa chaqiryapmanmi? Buyog'iga mard bo'lib, ichidagi mahsulotini ayamasdan yaxshi kolbasa qilib chiqarganman. Bundan uyalmayman. To'g'ri, 5000 so'mga hech narsa bermayapti hozir, lekin kolbasa berayotgandim. Asli shu sabab 5000 lik kolbasa sabab mana bu kechagi bo'lgan voqealar va mana bu muhrlanishi. Men aniq ishonaman. Ochilish o'sha laboratoriyadan o'tgandan keyin ruxsat berishadi ochishimizga. Shu hayot bu, hamma narsa bo'lishi mumkin. To'xtab qolish yo'q. Yangi yo'ldagi joyimga endi harakat qilaman tezroq ochishga. Tayyor, почти tayyor. Balki ochib yuborarman. Ko'ramiz. Faqat to'xtab qolish yo'q. Mana shu videoni ko'rayotganlar, sizlardan poddeshga mana shu 100 mingta bo'lishimizga ozgina qolibdi. 100 mingta qilib yuboringlar. Qancha odamim yo'q edi, ko'payib ketdi o'zidan o'zi. Mana shu videoni ko'proq odam ko'rishsin, istoriyaga qo'yinglar. Iltimos, bu gapim o'ylab turib, bu gaplarni nima gapiraman deb oldindan tayyorgarlik ko'rmaganman. Agar ayb xatolar bo'lsa, kechirasizlar. Shu. Abed qilamiz. Kutganlarga rahmat. Ko'pchilikda abed. Mana, ba'zisini haqqoniy gapiringlar. Mana yeb ko'rganmiz, bolalarni yeyapti. Mazasiga gap yo'q. Nima bo'lib qoladi? Mana qizim ham so'tdi, mana maydan yeyapti, Fiska bilan bering. Quloqlarim tamayib qoldi, xudoga shukr, ancha g'iybat qildim. Aylantirib bo'lmasa kelmasdimman. Odamlarni ko'rsalar bo'ladi. Bu 5 mingligimi? Yangi do'konni ochish. Aka qanisi? Ruxsat berishsa, kelaveringlar. Rahmat. Xullas do'stlar, video mana shundan iborat edi. Kolbasa haqidagi o'zingizni fikringizni qoldirasiz. O'zbekistonda 5000 so'mdan kolbasa bu aqlga sig'maydigan bir matematika deb to'g'ri aytishyapti. Avvalasi videomizni mana shu joyda yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yangi videolarda yana ko'rishguncha xayr.